21 bob. Davud taxtdagi vaqtida udda 3 yil ocharchilik bo'ldi. Davud Parvardigorning huzuriga berib iltijo qildi. Parvardigor uningga: "Saul Gibonliklarni qirg'in qilgan. Bu ocharchilikqa Saul va uning jamoatliklarining ashu qonxo'rligi sabablikdir", dedi. Gibonliklar Amurlarning qoldiqlari bo'lib, İsraillardan emas edi. İsraillar ilgiri ularni o'ltirmaslikka qasam qilgan bo'lsa-mu, lekin Saul İsrailiya va Yahudiya xalqi uchun qiziqqonlik bilan Gibonliklarni yo'qotmoqchi bo'lgan. Davud podshoh Gibonliklarni chaqirtib kelib, ulardan: "Men sizlarga nima qilib beray? Parvardigorning xalqiga baxit tilishinglar uchun bu gunohni qandoq yuyay?" deb so'radi. Biz Saul va uning jamoatliklaridan ne oltin, ne kumush talab qilmaymiz. Bizning İsraillardan birarsini o'ltirish huquqimizmi yo'q, deb javob berdi Gibonliklar. Undaqda sizlar nemini talab qilsanglar, men shuni sizlarga bajo keltirib beray, dedi Davud podshoh. Ular Davudga: "Saul bizni İsrailiya tavasida yoshimisun deb qirib yo'qotishni maqsad qilgan edi. Shunga uning avlodidan 7 er kishi bizga topshirib berilsin. Biz ularni Parvardigor guvoh bo'lsin deb Gibahda, ya'ni Parvardigor tanlagan podshoh Saulning shahrida qatl qilamiz", dedi. "Bo'ladi, men ularni qo'linglarga topshirib beray", dedi Davud podshoh. Saulning nevrisi, ya'ni Yonatanning o'g'li Mefiboshetga Davud podshohning ichi og'ridi. Chunki u Parvardigor guvoh bo'lsin deb Saulning o'g'li Yonatan bilan qasam ichgan edi. Saulning Armoni va Mefiboshet degan o'g'illari bo'lib, ular Ayaning qizi Rizpahdan tug'ilgan edi. Saulning qizi Merab Mexolalik Barzilayning o'g'li Adraildan 5 o'g'il ko'gan edi. Davud bu o'g'illarning hammasini Gibonliklarning qo'liga topshirib berdi. Gibonliklar bu 7 o'g'ilni tog'da Parvardigorning oldida qatl qildi. Ularning hammasi birga jon berdi. Bu vaqa yuz berganda arpa o'rmisi endi boshlangan edi. Ayaning qizi Rizpah jasadlarning yeniga berib, bir qo'ram toshning ustiga bo'zrak yoydi. U o'rmi boshlangandan tortib, toki o'rmi tugab, jasadlarning ustiga osmondan yomg'ir yoqqanga qadar jasadlarni kunduzi qog'i quzg'unlardan, kechsi yavoyi hayvonlardan qo'g'didi. Ayaning qizi, ya'ni Saulning to'qili Rizpahning qilgan bu ishlari to'g'risidagi xabar Davudga yetib kelganda, Davud Gilohdagi Yobishlarning rahbarlarining yeniga berib, Saul va uning o'g'li Yonatanning ustixonlarini oldi. Filistiyaliklar Gilboa teg'ida Saulni o'ltirgan kuni uning va o'g'lining jasadini Beytshon maydoniga isib qo'ygan edi. Giloddagi Yobishlar u ikkisining jasadini u yerdan o'g'irlab ketgan edi. Davud Saul bilan Yonatanning ustixonlarini u yerdan akeldi. U, ya'ni qatl qilingan 7 kishining ustixonlarini akeldirdi. Ondan Davud va uning odamlari bu ustixonlarni Benyamin yurtidagi Zelada Saulning otasi kishining qabristoniga qo'ydi. Shunday qilib, podshohning buyruqlarining hammasi ijro qilindi. Bu ishlardan keyin Xudo xalqining o'z zaminlari uchun qilgan duolariga javob berdi. Filistiyaliklar bilan İsraillar o'ttirsida yana urush bo'ldi. Davud o'z odamlari bilan birlikda Filistiyaliklarga qarshi urushga atlandi. Ammo urush jarayonida Davud halsirab ketdi. Rafa xalqidan bo'lgan Yishbi Benob ismli bir palvon Davudni o'ltirmoqchi bo'ldi. Uning naysisining uchining eg'irligi 3,5 kilo keladi. U, ya'ni beliga yengil qilich esib olgan edi.
Ama mazlum Züryanın oğlu Abişay Davud'a yardım berdi. Abişay, yerki Filistiyalik palvan bilen ilişip onu öldürdü. Bu çağda Davud'un adamları onunla İsrailiyanın çırığını öçürüp koymaslıkımız üçün bunundan itibaren sili cenge katlaşsıları bolmaydı deyişti. Şunundan keyin Gob degen yerde Filistiyaklar bilen yeni bir qitim uruş boldu. Bu qitimki uruşda Xuşallık Sibikay Rafa halkıdan boğan Saf isimlik bir palvanını öldürdü. Gob'da yüz bergen Filistiyaklar bilen boğan yeni bir uruşda Beytlehemlik Yayır'ın oğlu Elhanan Gatlık Golyat'ın qerindişini öldürdü. Bu adamның neyisinin destisi destigahның oqidek tom idi. Keyin Gat'ta yana bir meydan uruş boldu. Bu uruşqa nahayitli beslik bir adam qatnaşqan bolup, onun kol ve putuda altıdın cemi 24 barmak bay idi. Umu Rafa halkıdın idi. Bu adam İsraillarni hakaretligenliki üçün Davud'un aksi Şamah'ın oğlu Yonatan onu öldürüvetti. Bu töt Filistiyalik palvan Gat şehrdeki Rafa halkıdın bolup, ulanın hemmisi Davud ve onun adamları terpidin öldürüldü.